Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan intervyu hayot loyihasi. Bugungi intervyumizning mehmoni MMA jangchisi va tajribali trener Ahror aka Hamidovich. O'zbekiston Namangan Dashbog Ahrorbek Hamidovich. Assalomu alaykum Ahror aka. Afsus, charchamay turibsizmi? Avvalambor bizga shunchalik vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat aytib qolamiz aka. MMA ga kirib kelishingizga sabab nima bo'lgan? Qaysi narsa sizni aynan shu yo'lga boshlagan? MMA ga o'zimiz yoshligimizdan ko'rardi. Unda u paytlarda MMA bizda zapret bo'lgan. Zapret MMA yaqinda 2019-2018dan ochildi. Lekin yoshligimizda o'sha dodalarimiz bo'lgan, o'g'illarimiz o'shalar ko'rishardi, Emeliankalardan mana yoqardi o'shalar. O'shandan qiziqishim boshlanib, keyin ochildi. MMA O'zbekistonda bizga ham sharoit bo'lish, bundan keyin chiqib ketdim. Hozirgi kunda MMA da nechta jang o'tkazdingiz aka? Hozirgi kunda 6 ta jang o'tkazdim, 4 kere kirdim. Boshida 2 ta yutqizdim, keyin podrяд 4 ta yutdim. Har bir sportchining ortida katta mehnat va qiyinchiliklar bo'ladi. Sizda MMA yoki Muay Thai yo'nalishida eng katta narsa, sinovlar nimalar bo'lgan? Eng katta sinov bu travma bo'lgan. Satrasena. Bo'yda olingan jarohatlar bor. Shu qiynaydi doim. Menimcha bu ko'pchilik sportsmenlarda ham bor. Har yili davolanmasa bo'lmaydi. Lekin bu bilan bir travmamiz bor ekanda tashlab qo'ymaganmiz. Sababi agar tashlasak, boshqa sportdan shug'ullanolmasak, boshqa kasallik orttiramiz. Deydi, tuzalib bo'lmaydi kasallik orttirganda shu kasalliklar bilan muloqot qilib turmoqlar yaxshiroq. Siz Muay Thai bo'yicha ham trenerlik qilasiz. Necha yildan beri shu soha bilan shug'ullanib kelasiz. O'quvchilaringizdan nima narsalar kutasiz aka? Muay Thai bo'yicha trenirovkani boshlaganimga где-то 10 yil bo'ldi. Официальный zal ochganimga 7 yil bo'ldi, lekin undan oldin ham zalda shug'ullantirib yurardim. Endi shogirdlarim hozirda 500 ga yaqinlashgan. Ulardan asosiy kutadigan narsam disiplina. Disiplina bo'lsin, doimo trenirovka qilsin, doimo mehnat qilsin. Pravil qilmadim, shuni kutaman. Disiplina bo'lgan sportsmenda keyin natija bo'ladi. Kelib kelmay, o'zi uchun shug'ullanib, musobaqaga chiqaman desa doimo mag'lubiyat bilan yo'llanadi. Oldinda qanday maqsadlar va qanday rejalashtirgansiz? Bu xohlasa har bitta sportsmen, har bitta trener orzu qiladigan, menimcha bu bitta bizda emas, hammada bor. UFC oldinda rejamiz, bu xohlasa natijalarga qarab chiqib olamiz. UFCga qarab ketamiz. Oz qoldi. Ishimiz bo'yicha siz futbolga ham qiziqarkansiz. Bu qiziqish qanday paydo bo'ldi? Futbolga endi qiziqish mana o'zidan bo'ldi. Biz bo'lar, yoshligimizdan ko'rib katta bo'lganmiz, futbolga olib ketamiz. Hamma o'zimizdan qiziqadi. Menimcha 99% o'g'il bola o'z futbolga qiziqadi. Menimcha biz ham o'ynab turamiz. O'zingiz Chortoqlarga ham borib, yaxshi o'yinlar ko'rsatib kelasizda. Namanganda hamma rayonlarda, shaharlarda o'ynab ko'rganmiz. Inshaalloh bundan keyin ham to'xtatmoqchi emasmiz. Yaxshi sport. Yoshlik davringiz haqida ozgina gapirib bersangiz. Nima qiyinchiliklar bo'lgan yoshligingizda? Yoshlikda endi Xudo xolasa yaxshi o'tganmiz. Hamma sharoitlar yaxshi bo'lgan. Bizda ko'p ham qiyinchilik bo'lmagan. Sportda endi orada ozgina to'xtatganmiz, satrasena bo'lganimizdan keyin. O'sha travma bo'lib to'xtatilgan, keyin orada 2-3 yil to'xtagandan keyin yana boshlangan. Boshqacha qiyinchiliklar yo'q, Xudo xolasa hammasi yaxshi. Yosh sportchilarga nima maslahat berasiz aka? Yosh sportchilar birinchi o'rinda o'sha boya aytganimdek disiplina, to'g'ri ovqatlanish,
to'g'ri uxlash, shuni yo'lga qo'ysa, kamroq o'yin kulga, kompyuter xonalarga borib, kamroq telefondan o'ynab, ko'proq mehnat qilsa, yaxshi natijalar bo'ladi. Bitta sportdan emas, bu o'qishda ham, ishda ham, hozir mana ko'pi ingliz tiliga boradi yoki ITga yoki rus tiliga boradi. Shularda yaxshiroq bo'lsa, telefonni kamroq o'ynab, natija bo'ladi. Ota-onalarga ham yaxshi menimcha shu disiplinani ushlab olsa bo'ladi. Shu sport sohasida oyiga qancha daromad topasiz agar sir bo'lmasa aka? Ancha endi bu sir bo'lsa yaxshi. Hammaga yaxshi. Endi buni qolib yo'q. Lekin o'zimizga yetadi. Biznesmenlar bilan asoslarga Yetadi. oila tervatishga yetadi. Yetadi, xudo xolasa. Lekin sportsmenlarga ham tavsiya qilamiz. Sportchi bo'lsa, yaxshi pul topadi. U orttirib ham qoladi. Hani sportda pul yo'q odamni tark etadiganlar ham ko'p sportsmenlar. Yo'q, sportda pul bor. Просто sportsmen masalan o'zi o'ylagan odam bo'laman deydi-ku, masalan hozir Habib или o'sha hozir tepadagi Islom Maxachevlarga o'xshab o'ylagan odam bo'laman deganiga deb umid qiladi, o'zi erishmaydi o'shaga. O'sha joyga bormaydi. Sababi o'sha mehnatni qilmaydi. O'sha mehnatni qilmaydi, lekin men shularga bo'laman deb turib aniq qiladi, nima deydi, tashab qo'yadi. O'zi xohlaganidek bo'la olmaydi. Ozgina qiyinchiliklar bo'lsa tashab qo'yadi, lekin natijani o'shalarni qilgan natijasini kutadi u. O'shalarni qilgan natijasini kutish uchun o'shalarni qilgan mehnatini ham qilish kerak. Xudo xolasa biz ham shunday qaror ketamiz. Akajon, intervyu uchun kattakon rahmat. Kelgusi ishlaringizga omad tilayman. Sizlarga ham kattakon rahmat. Keyingi introda kimni mehmon sifatida ko'rmoqsizlar? Izohlarda yozib ketinglar. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursanglar, bundan-da qiziqarli intervyular hali oldinda. Hammaga kattakon rahmat.